O'tgan yili fevralda qo'yilgan traktor mashinasi keldi. Original qo'yishlikni foydasini bir faktik sizlarga yana bir isboti. Hech bir sizni xijolat qildimi aka? Ha? Hatto filtr almashtirgandan ko'rmabsiz, a? Yo'q. Original qo'yishlikni foydalari shundan iboratki, akalar, qanday qo'yilgan bo'lsa, xuddi o'shanday holatda turibdi. Reduktor ustida yog'i bor edi, uni hozir garab bilan yuvordik. Atak injektorlari, miyalari o'sha paytda 32 ga to'g'rimiz qolmaganligi uchun 48 ga to'g'ridan qo'yganmiz. Lekin xuddi shunday full komplektatsiyada garantiyasi bilan qo'yib berilgan. Bilasizlar, standart bo'yicha har doim Gazprom servis eng yaxshisini va sportnisini qo'yishlikka harakat qiladi va o'shanday qo'ygan. Hozir o'sha 2 ohmlik sportni injektor. O'sha faqat chilankamiz. Chilankani ham almashtirganimiz yo'q, vaholanki bir yil bo'libdi. Reduktorimizni ham bir imkon bilan almashtirmaganmiz. Ya'ni odatda bilsanglar, so'nggi paytda juda ham ko'payib ketdi. Yomon gaz quyib qo'yib, reduktor yomon bo'lganligi. Lekin mana bu akamizning bir marta ham almashtirmayapmiz. Yangida turibdi. Demoqchi bo'lganim shuki, har doim original qo'yilgan narsa o'zini albatta sifatini ko'rsatib beradi va mana akaga isbotlaydi. To'g'rimi aka? To'g'ri. 40 yil yurdik. Hech anaqasini ko'rdingizmi zararini aka, misol? Yo'q, zararini ko'rmadim. Mabodo qo'ydirmoqchi bo'lgan odamlarga tavsiya aka. Qo'ylar eng yaxshi shu ekan. Yaxshisini qo'ygan o'zi uchun yaxshi, to'g'rimi? Men aytaman, odatda ko'p. Originalini qo'yinglar, o'zingiz uchun foyda deyman. Ustodan faqat mehnatidan pul topadi asosan aka. Xitoy qo'yib bersa ham pulni oladi, original qo'ysa ham pulni oladi. Shuning uchun sizlarga eng yaxshisini tavsiya qilganimiz uchun sizlar uchun dagilarga bu foyda bo'ladi. Shuning uchun Gazprom servisga kelinglar, albatta biz xizmat beradi bo'lamiz. Salomat bo'linglar.